Selam dostlar. Dostlar, maktabga olamiz. Ozgina mana plan olamiz. Menimcha yili bir ketadi. Menimcha dostlar hozir dadam o'rniga borib chiqib salomlashishim kerak. Ovoz pastli va qo'shirasiz. Salom dada. Salom. Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Xo'p do'stlar, hozir maktabga ketishim kerak. Bitta ko'la olaman. Bo'pti, men maktabga ketyapman. Yaxshi. Xo'p, tez-tezda do'stlar borishim kerak. Maktabga eshikni qo'yamiz. Xo'p. Maktab uncha uzoq emas, lekin uzoqroq do'stlar. Uzoqroq desa ham bo'ladi, uncha uzoq emas, lekin menga xo'p. Yetib borsak do'stlar, maytlarni aylanib yaqin desa ham bo'ladi. Do'stlar, faqat uzoqroqda shu menga yoqmaydi do'stlar. Uzoqlari yoqmaydi. Tez yugurish kerak. Anqab ketdim. Maktab vaqti ham bu bo'ldi do'stlar. Soatga ham qaramabman ertalabdan. Xo'p. Do'stlar. Huzurlarni olish kerak. Bo'ldi do'stlar. Hozir kiraman. Do'stlar, darsimiz boshlanib bo'lgandir. Dars vaqti boshlanibdi. Salom, qorovul. Salom. Keldingmi? Keldim. Xo'p, birinchi soat informatika o'qiyapti bas. Dars bo'lmayapti. Bizni xonamiz do'stlar ikkinchi etajda. Hozir qayerda edi? Adasi qo'li so'zsam. Nechta xona bor bu maktabda do'stlar? Salom. Yana bitta qorovul. Assalomu alaykum ustoz. Alaykum assalom. Kech qolding. Endi qolib ketdim-da. Do'stga qani? Hozir olib kirishadi prostaga. Olib chiqib ketsa kerak. Yangi qo'yamiz. Xo'p. Bolalar hamma daftar kitobini olib kelmasdi do'stga. Xo'p. Xo'p, hozir ustoz mana do'stlar, mana kitob daftarlarni oldik o'saga qo'yaman. Xo'p, hamma ko'rsin, do'stlarni ko'tarsin do'stlar. Telefonni o'tiramiz. Do'stlar, yozman bo'lgunimgacha video qilib turaman do'stlar. Xo'p, mana xo'p. Bugun dars hammaga tushunarli bo'lsa, hammaga xo'p, do'stlar, endi informatika darsiga kirish kerak hali. Xo'p, salom janob Aslas. Assalom, yaxshi keldingmi? Keldim. Menga bitta energetik. Qanaqasi bo'lsin? Yaxshi energetik. Narisi bo'lursin yaxshidan ko'ra. Yana nima? Hotdogmi? Chips bering. Xo'p, rahmat janob Aslas. Siz nech pul olamandan? Xo'p, sendan hozir. Xo'p. $20. 20,000 so'm bo'ldi. Yo'q, 25,000 so'm bo'ldi. Xo'p, nimaga siz hech lavozim gapirmayapsiz? Prostaga. Mayli. Hozir beraman sizga 25,000 so'm. Mana. Rahmat. Bir ziycha bir boshqa. Do'stlar, ziycha bir boshqacha. Pechenye bizda maktabimiz do'stlar, pechenye tekkan beraman. Video hazırlashdim. Xo'p, birinchi navbat energetikni icha olaman do'stlar va esa yeb olamiz xuddi uyda va suvni ichib olamiz. Va pechenyedan bo'ldi do'stlar, yetadi. Endi darsga kirish kerak. Bu yerda emas, endi sport zalgami
kirib hozatga kirib chiqay bo'lmasam do'stlar men. Buna qilib qo'yishgan bizda do'stlar. Mana o'g'il bolalarga bo'lishi kerak. Qiz bolalarni qilib qo'yishibdi do'stlar. Mayli adasi ham urushadi, mayli hech nima qilmaydi. Bu makka mana do'stlar kirib olamiz. Eshikni yopamiz. Eshik yopil. Mana do'stlar. Do'stlar joyini qirqib. Bo'ldi do'stlar. Endi esa yomg'ir yog'yapti. Mayli do'stlar qo'limizni yuvib olaylik. Hop. Yaxshi, hop. Endi esa do'stlar do'stlar qolayotgan bo'lsa g'alati bo'lsa uzr ovoz pasayib assalom mayli hamma telefonni olimga bersin. Mana bos telefoningni yig'ishtirib o'tirasan darsga chaqirmasdan. Mayli do'stlar kitobni daftaringni ol. Hop. Mana do'stlar hop. Mana hop. Hop do'stlar mana darsam tuya oldi. Hop. Do'stlar mana hop telefonni olamiz. Hop so'z yaxshi hop do'stlar mayka hop derazam qarab turaman. Do'stlar hop tevaga chiqib zalga kirib ko'raylik do'stlar. Ovozlar adashib qoldi. Hech qanday adashib qolgani yo'q. Yordam ber menga. Yordam. Nima qilishdi buni? Ishim bo'lmasa. Ur!